Videonu o'tkazib bersa shoshilmang. Ne uchun deganda, ishi ko'rib turgan ajoyib tovuqxona, xohlasangiz jo'jaxonani sizlarga mutlaqo tekin berib beramiz. İş faoliyatimiz davomida eng sifatlisini, eng zo'rini sizlar uchun qurdik do'stlar. Eng qalin simdan 15-20 yili sifat javob beradi. 15-20 yil bemalol ishlatasiz. Shuni bugun siz mutlaqo tekina o'tib olishingiz imkoniyati bor. Bu emas. Bugün sizlere to'liq obzorni berib o'tamiz. 3D zaborlar, Rabisa setkali, hamma narsasini, narxlarini shaffof ko'rsatib beramiz. Shuning uchun videoni oxiridan tomosha eting. Hamma narsani, narxlarini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ro'za Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, bugun sizlarga Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha narx-navolarni tanishtirib o'tishga harakat etamiz. Rabisa setkalarimiz simqalarligi 1.8likda, 2ligi, 1.2ligi bo'ladi. Dushki 3.5, 3.5, 4.5, 4.5 bo'ladi yoki bo'lmasa 6.6, 7.5, 7.5 santimetrligi bo'ladi. Bular yo'rtug'onlarimiz ushi dushki 6.6, simi 2lik, 2 metre, 10 metre bo'ladi. Bularning bir rulon narxi 275 ming so'm do'stlar. Dushki 3.5, simi 2lik, 2 metre, 10 metre, bularning ruloni 375 ming so'mdan bo'ladi. Dushki 3.5 do'stlar, 2 metre, 10 metre bor. Hop, bu simi 2.2, 4.5 döşüklisi bularning narxlari 370 ming so'mdan bor. Bu ham 2 metre, 10 metre. Shuningdek, bularning 1.80liklari bor va 1.20ligi bor. 1.20liklar 2lik simlarni 3.5 döşüklisi 320 ming so'mdan roloni do'stlar. Bularga keladigan bo'lsak, simi 2lik 7.5 santimetrliklar roloni kanalimiz nomidan kelgani uchun 140 ming so'mdan atib beramiz buni do'stlar. Eng ko'p, eng xarovo yetib turgan dushki 4.5 santimetr, simi 2lik 2 metre, 10 metre bo'ladi rulonda do'stlar. Bularning ruloni 250 ming so'm. Keyin 7.5 santimetrlikni simi 2.5lik simi bor do'stlar. Ular ruloni 250 ming so'm. Qarang, e'tibor beramiz. 7.5 simi qalin 250 ming so'm. 7.5 simi maydasi 140 ming so'mdan aytib beramiz deb aytdik do'stlar. Hozir eng ko'p xalqimizga kerak bo'lib turgan uyni bosirish uchun yoki bo'lmasa steyajga atish uchun darojni setkalarimiz bizda do'stlar mavjud. Bularni hozirgi kunda 4 xil sim qalinligi bor. Do'shiklari 15-15 santimetr tashkil etadi. 2lik sim, 2.5 sim, 2.8lik sim, 3.5lik simlari bizda mavjud do'stlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, 15 ming so'm, 20 ming so'm, 25 ming so'm, 40 ming so'mdan hozircha mavjud do'stlar. Undan keyin sezoni keldi do'stlar, yine sizlar uchun erinmasdan qalin, og'ir izollardan akib qo'yganmiz. Brend izollaridan. Bular hammasi Toshkentda ishlab chiqariladi, yopishib qoladi, o'rni aytadi, o'rni emas. Bularning rulonlari shu kanalimiz nomidan keladiganlar uchun 20-25 kiloligini 110 ming so'mdan aytib beramiz. Bergina bu 10-15 kiloligini do'stlar 80 ming so'mdan aytib beramiz. Kanalimiz nomidan keladiganlar uchun. Qog'ozli turlarimiz o'tsak, bular 15 metrligi 85 ming so'm, 10 metrligi 45 ming so'mdan do'stlar. Do'stlar, rulonoviy setkalarning turi ko'p. Ina aytib o'tganimizdek, ular o'tgan videolarimizda ham ko'rgansiz. Simi 1.5lik, simi 1.7lik. Bular do'stlar qisqacha aytib o'taman, 1.5lik, 1.7lik degan setkalarimiz bular zakaznoy keladi. 50 ming so'mdan 1.5likda, 60 ming so'mdan 1.7lik simdagi setkalarimiz beriladi do'stlar. Keyin do'stlar, yana arzonroq desangizda, ibida 10 ming so'mdan metr ham bor, 15 ming so'mlik ham bor, 20 ming so'mlik ham bor, 25 ming so'mlik ham bor, 30 ming so'mlik ham bor, 12 ming so'm ham bor do'stlar. Har xil setka. Bular bo'lgani siz hozir masalan zakaz bilan keladigan qalin simlar aytgani uchun bular qimmat do'stlar. Bir ruloni 50 kilodan ziyod keladi. Shuni e'tibor olib qo'yasizlar. Videoni o'tkazmang turing, hozir yana sizlarga tovuqxonani ham ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun yasalgan tovuqxonamiz. Xo'p, endi navbat 3D setkalarimiz navbat. 3D setkamiz qisqacha razmer. 1 metrlik balandlik, 1.20 balandlik, 1.50lik, 1.60lik, 1.80lik, 2 metr balandlik bo'ladi. Enlari standart 2.5 metrni tashkil etadi do'stlar. Bularning ham qisqacha obzorini narsani aytib o'tadigan bo'lsak, ishi ko'rib turgan
sim qalinligi 3,5lik sim 150 ga 2,5lik, aytilasi narxi 115 ming so'm bir donasi. Agar ko'proq ob'yemda bo'ladigan bo'lsa, siz bilan chiroyli berishga harakat etamiz nasib bo'lsa. Bularni 160liklari 125, keyin 135, 180ligi, keyin 2 metrliklari 145 ming so'mdan. Ya aytganingizdek, ko'proq oladigan bo'lsa, chiroyli deb telefon aytasiz, kelishib netamiz. Do'stlar, eng ko'p sotadigan narsamiz bular gabion setka deb aytiladi. Gabion setka 2 metr 1 metrligi bu, keyin buni 2 metr 2 metrlikni, ya'ni parashut yashil kraskaga bo'yalganlar ham bor. Bular bir qo'ysangiz 10 yil, 15 yil bemalol ishlatadigan setkalar. Shuning uchun bular narxlari sal qimmatroq bo'ladi. Bular shu bir listi, bir donasi 155 ming so'mni tashkil etadi do'stlar. Do'stlar, ina bular 2 metr 2 metrlik hozirgi kunda eng ommabop bo'lib turgan setkalarimiz. Bular ham shu aytib o'tganingizdek 10, 15 yil, 20 yil bemalol xizmat etadigan setkalar. Do'shki 5 ga 5 sm bo'ladi. Buni 1,5 metr 2 metrlik, ya bo'lmasa 2 metr 2 metrligi, 182 metrligi, 3lik sim 3,5 cm kadar bemalol topsas bo'ladi. Kvadratlari 60 ming so'm, 70 ming so'm bo'ladi. Kvadratda sotiladi bular do'stlar. Shu aytib o'tganimizdek, sizlar uchun katta ob'yemlarda har xil setkalarni olib kelib qo'yibmiz. Bizlar bilan bog'lansangizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Endi navbat tovuqxonaga qaytamiz do'stlar. Sizlar uchun sovg'amiz u. Do'stlar, ina ko'rib turganlaringizdek, mana simi 3,5lik, do'shki 5 ga 5 bo'lgan eng qalin simdan, eng yaxshi profillardan va 3 so'y kraska urgan holatda shu sizlarga shu tekin bo'lgan, sizlar uchun tekin etib berajak tovuqxonamizni ishlab chiqdik do'stlar. 2 kun tinmasdan mehnat etdik. Ko'rib turganlaringizdek, kraskalangan eng qalin, eng qimmat setkalarimizdan bosdik do'stlar. Buni kvadrati 70 ming so'mlik setkadan bosildi do'stlar. Xo'p do'stlar, buni yutib olish uchun shartlari oddiy va shaffof do'stlar. Hech qanday narsa yo'q. Tushuntirib o'taman. Diqqat bilan eshiting. Xo'p, bir like bosasiz shu videomizga, kommentariya halolingcha yozib qoldiring. Kommentariya shoudan topiladi navbat hisobi. Bir like, kanalimizga obuna bo'lish shart. Ve şu bugünkü gün kaçan mesela şu video kaçandan görülse şu videonun 10 tane yakınına yuberip koyuşu şart dostlar. Ne kadar ise yani şu komentar aşağıdan şuna deyip tapkan vaktimizde şu bizlere şu screenshot atıp gösterip versi gerek şuna sana. Yine bize yine bergenimiz 10 adamımıza şunu yine galip hakkani buluşu için hemen hakkani buladı dostlar. Yutkan adam özü gelip bir malala kite verdi bu narsani. Bize ne kadar dastlab ketib bera olamiz deb aytmayman. O'zi ne kadar bu 1 milliona tushgandan materiallik tovuqxonamizni sizlarga mutlaka tekina beramiz do'stlar. Eshiklar ochilib yopiladi. Agar shuni do'stlar 15-20 yil ishlatsangiz, bu bola yomon ekan bu bola deysiz. Navoda men rahmat olish uchun ishladim bu narsani. Bizga manzillarimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak do'stlar, To'rtko'l tumani, Televishkani ro'parasida joylashgan do'stlar. Ekranda telefon raqamlarimiz qoldiradi. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kanalimizga like bosgan bo'lsangiz, kecha qolmang lekin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda görüşguncha.